Assalomu alaykum. Yana bir navbatdagi xonadonimizda sheromlarimizni topshirdik. Inshaalloh xonadonimizga qilib bergan ishlarimiz bilan tanishtirib o'taman. Xonadonimizdagilar safar deydilar, o'zlari safardan turib zakaz qilganlar. Hop, ishlatgan materiallarimiz, romlarimiz plastik profillar, eshiklarimizni alyumin chempion profillar qilib berganmiz. Oldingi holati mana qangi olmon holatda edi. Olmon bo'lganda oldilarini buzdirib, issiq sovuq uchun issiq sovuq o'tkazib yuborayotganda romlarni eshiklarni almashtirib, yo'llarni uddirilgan, issiq sovuqqa yaxshi bo'lgan ishga. Hop, ranglari sheffielskiy seriya dub bo'lgan. Ajoyib chiqqan. Eshiklarimizni oynalarni turli holatda qilib berganmiz. Fortchkalarimiz plastik profillar. Romlarimiz barchasi standart holatda chiqqan. 120 ga 180 aralida 2 ga bo'lib bir tomonni ochilib chiqib berganmiz. 3 ta romimiz tushgan. Tashqi tomoni mana oltin plastik profilimiz, pastki pasavichniy profil podokonniylar bilan birgalikda. Mana hop, kiraverish qismimizga chempion profillar eshigimizni qo'yib berganmiz. Tashqi tomon ko'rinishi juda ham chiroyli. Mana qanday avvalgi holatda bo'ladi. Oynalari oyna holatda qo'yib berganmiz. Ochilib turgan holatda. Chempion profilimiz bir kamera bo'ladi. Batterik mexanizmlar. Ichkari tomonda xonamizning ichki tomonida ham o'sha xonasi bor. Old tarafini oq oyna qo'yib berganmiz. Derazalarimiz podokonniylar bilan birgalikda. Podokonniylar bilan germanskiy ruchkalar, sifatli ruchka mexanizmlar, 6000 seriyadagi 6000 profillar, o'zini vodoseliflar bilan birgalikda xil pozitsiyada ochiladi. Barcha romlarimiz podokonniylar bilan birga. Kimga yana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqaringlar. Ishingizni sifatli qilib bitkazib beramiz.